Qozog'istonlik yosh ixtirochilar ko'zi ko'rmaydiganlar uchun aqlli ko'zoynak yaratdi. Qurilma sun'iy idrok ko'magida ishlaydi. Makonda mo'ljal olishda yordam beradi. Ishlanma Nazarboyev Zakovat maktabining turkistonlik o'quvchilari mehnati mahsuli. To'siq paydo bo'lganida aqlli tizim o'z sohibini oldindan ogohlantiradi. Shuningdek, smart ko'zoynak yaqinlarining telefon raqamlarini o'zida saqlaydi. Qiyinchilik yuzaga kelgan paytda Telegram ilovasi orqali ularga xabar yo'llay oladi. Prototipni yanada yaxshilash uchun biz Raspberry Pi mikrokompyuteri asosida ishlanmamizning ikkinchi variantini tayyorladik. Ikkinchi prototipni yozgi ta'tilda ishlagandik. Sentyabrda u tayyor edi. Vision AI faqat innovatsiyaviy loyiha emas, balki ko'zi ojizlar va ko'rmaydiganlar uchun ko'mak vositasi hamdir. U sun'iy idrok asosida atrof muhitni tanib oladi. Keyin esa GPS ko'magida foydalanuvchini to'g'ri tomonga yo'llaydi. Endilikda yosh tadqiqotchilar qurilmaga ChatGPT kiritishni o'ylayapti. Shunda ko'zoynak foydalanuvchilarga nafaqat makonda mo'ljal olish, balki muloqot qilish, savollarga javob berish imkonini ham beradi. Hozirda uskuna rus tilida ishlaydi.